Keyingi o'tadigan mavzumiz bu so'roq gap turlari bilan bog'liq ekan. So'roq gap turlarining demak maxsus so'roq gaplar degan mavzusi mavjud. Bu maxsus so'roq gaplarni biz WH va how orqali hosil qilamiz. Maxsus so'roq gaplar berilganda ularga to'liq javob berish talab etiladi. Masalan, ba'zi misollar where do you go to school? Tarjimasi sen qayerga maktabga borasan? Ushbu savolga javob berganda qisqa qilib ha yo'q deb bo'lmaydi. Bunga to'liq javob berish kerak. Masalan, men davlat maktabga boraman desam, qanday bo'ladi? To'g'ri. I go to public school deyman. Yoki what can you see? Sen nimani ko'ra olasan? deyapti. Masalan, aytamizki, men tog'ni ko'ra olaman desak, qanday bo'ladi? To'g'ri. I can see a mountain degan shaklda beramiz. Yoki what time is it? Soat nechi deyapti. Demak, masalan aytamiz, soat 9 desak, it is 9 o'clock degan shaklda beramiz. Demak, maxsus so'roq gaplarga quyidagilar kiradi. Ma'nolarni ko'ramiz. Bu kim? Masalan, misol bergan, who is that boy in your class? Mana bu sinfingdagi yigit kim? Where? Qayerda? Masalan, where did you go? Sen qayerga bording? Which? Qaysi biri? Which book are you going to buy? Qaysi bir kitobni sotib olmoqchisan? What? Nima? What's that? Mana bu nima? Xo'sh, masalan, what color? What time? deb ot bilan kelish mumkin ekan. Masalan, what color are your eyes? Ko'zingning rangi qanaqa? Demak, bu holatda tarjimasi qanaqa? What time? Masalan, what time is your lesson? Darsing soat nechida? Bunda nechi degan ma'no. When? Qachon? When was your exam? Imtihoning qachon edi? Why? Nega? Why are you smiling? Nega sen tabassum qilyapsan? Whose? Kimning? Masalan, whose book is this? Kimning kitobi bu? How? Qanday? How do you make a pizza? Ya'ni pizzani qanday pishirasiz? How old? Nechi yoshda degan ma'noda. How old is your brother? Akangiz yo ukangiz nechi yoshda? How many? Nechta? Ko'plik ot bilan keladi. How many apples are there? Bu yerda nechta olmalar bor? Mana ko'plik ot. How much? Qancha? Sanalmaydigan ot bilan keladi. How much tea is there? Ya'ni bu yerda qancha choy bor? Choy sanalmaydi. How long? Qancha vaqt nisbatan va masofa nisbatan. How long have you lived? Sen bu yerda qancha vaqt davomida yashading shaklida keladi. Bir izoh bor. Bu esingizda bo'lsa, kim degan ma'noni anglatadi va present simple zamoni bilan kelganda kim deb savol bermoqchi bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri fe'lga s qo'shimchasini qo'shish mumkin deyapti. Masalan, who knows the answer? Javobni kim biladi degan shaklda. Esingizga solish uchun aslida so'roq gap shaklida do yo does yordamida fe'li oldinga kiritib, keyin I, you, he, she, it, we, you, they olmashtirib qo'yilib, orqasidan fe'lning birinchi shakli qo'yiladi. Lekin u savolda to'g'ridan to'g'ri fe'lga to be fe'lining ishlatilinishi va demak keyingisi take question deyapti. Buning tarjimasi dumli so'roq gap deb tushunsak bo'ladi. Dumli so'roq gaplar quyidagicha hosil qilinadi. Biz gapga demak bo'lishli gap bo'lsa, unga inkor shaklidagi so'roq yoki inkor gap kelgan bo'lsa, unga bo'lishli shaklidagi so'roqni o'sha gapdagi asosiy fe'ldan hosil qilamiz. Yana bir marta takrorlayman tushunish uchun. Demak, gapimiz bo'lishli bo'lsa, unga inkor savol. Agar gapimiz inkor gap bo'lsa, unga bo'lishli savol qo'yish orqali o'sha oldinda aytilgan gapdan demak so'roq kesimini o'zidan olamiz. Masalan, to be fe'li bo'lsa, you are a student, sen talabasan. Yo shunday emasmi demoqchi bo'lsak, unda are yordamchi fe'lidan aren't you hosil qilamiz. Shunday emasmi? If your brother wasn't at the party,
akangiz bazmda yo'q edi. Endi yo bor edimi u desak, o'sha was ketidan inkor gap bo'lgani uchun bo'lish savol uchun was he deb qo'yamiz. Mana have got qanday ishlatiladi? They've got some money. Bo'lishli gap, ularning biroz puli bor. Yo yo'qmi desak, yordamchi fe'l have ni olib haven't they deb qo'yamiz. Yoki you haven't got any pets. Sizning uy jonivorlaringiz yo'q. Yo bormi desak, haven't gotdan have yordamchi fe'lni o'tkazib bo'lishli gapda have you shaklida beramiz. Demak, savol hosil qilishda ko'rib turganingizdek, ikkita narsa o'tkazilyapti. Agar gapi bo'lishli bo'lsa, you are writing deyapti, sen yozyapsan. Yo yozmayapsanmi deganda, to be fe'li are edi, o'shandan aren't va oldin aytilgan olmoshning o'zini takrorlayapti. Aren't you degan shaklda. Yana bir marotaba, masalan, you aren't writing, sen yozmayapsan. Yo shundaymi, yozyapsanmi demoqchi bo'lsam, to be fe'li aren't inkor etdi. Uni bo'lishli shaklda are qilamiz va o'zining olmoshi you'ni o'tkazamiz. I you. Keyingisi present perfect zamoni qanday osiladi? Masalan, she has sent the email. U xat yubordi. Ko'rib turganingizdek, has sent shaklida keladi present perfect. Shundan yordamchi fe'lini faqat olamiz. Has ni olib o'tkazamiz. Hasn't deymiz va she olmoshini o'zi qanday borishini o'tkazamiz. Ya'ni u xat yubordi yo yubormadimi deganda hasn't she. The film hasn't started yet. Film hali boshlanmadi. Yordamchi fe'li hasn't. Shuni endi bo'lishli has deymiz va film bu it olmoshga teng, o'sha uchun ham has it degan shaklda yozamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, agar oldinda ot kelgan bo'lsa, uni teng olmosh bilan almashtiramiz. Yoki I can use your phone. Men sening telefoningdan foydalana olaman. Yo shunday emas deganda can modal o'zini can qilib va ayni o'zini o'tkazamiz. Can't I? Mike can't use a laptop. Mike demak kompyuterdan foydalana olmaydi. Can'tning bo'lishli shakli can deymiz va Mike otini olmoshga tenglashtirsak he bo'ladi. Ya'ni can. She likes my brother, doesn't she? U mening akamni yoqtiradi. Yo shunday emas. You don't have a sister. Mana sening opang yo'q. Mana don't o'tkazamiz. Yordamchi fe'lni bo'lishli shakli do va you dan you do you. They watched the film. Ular filmni ko'rdilar. Yo ko'rmadilar desak didn't they. They didn't send a mail. Ya'ni ular xat yubormadi, inkor gap. Did yordamchi fe'lni o'tkazamiz va they ni o'tkazamiz. Did they degan shaklda. Nima uchun kerak dumli so'roq gaplar deganda? Dumli so'roq gaplardan biz ma'lumotlarni tasdiqlash uchun foydalanamiz. Masalan, your phone number is 2609998. Ya'niki sening telefon raqaming o'zbek tilida biz odatda 160 99 shunaqa deb aytamiz, lekin ingliz tilida bo'lib aytiladi. Faqat ikkita bir xil raqamlar kelganda double ishlatiladi. Xo'sh, va demak ma'lumotni tasdiqlayapti. Sening telefon raqaming 260 998. Shunday emasmi deganda isn't it degan shaklda keladi. Yoki you aren't in my group. Sen mening guruhimda emassan. Are you? Shunday. Ikkinchisi gapni tasdiqlatish uchun ishlatiladigan. Masalan, siz bir narsa demoqchisiz, fikringizga qo'shilmasligini bilish uchun buni so'roqlardan foydalanasiz. Masalan, it's difficult, isn't it? Bu qiyin, shunday emas. It isn't difficult. Qiyin emas, shundaymi? Ba'zi izohlar va istisnolar. I olmoshda to be bilan kelganda bilamiz, I am bilan keladi. Uning inkor shakli endi shunday qabul qilingan ingliz tilida aren't I bilan hosil. Masalan, I'm late again. Men yana kech qoldim. Aslini olganda mana bu am not bo'lib ko'chib, keyin I bo'lishi kerak edi, lekin ingliz tilida qabul qilingan qoida bo'yicha shunchaki aren't I. Kech qoldim, shunday emas. Lekin qiziqarlisi I am not deb bo'lishli gap hosil qilsak, unda so'roq gapini qo'yganda amning o'zi orqaga o'tadi va I olmosh bilan hosil. Ya'ni I'm not late, men kech emasman. Yo shundaymi deganda am I degan shaklda beramiz. Demak, so'nggi takrorlashlarimiz quyidagidan iborat. Birinchi gapimiz
bo'lishli bo'lsa, so'rog'imiz inkor shaklida. Gapimiz inkor bo'lsa, so'rog'imiz bo'lishli shaklda hosil qilinadigan jumla so'roq gaplarda. Ikkinchi qoidasi. Bu yerda so'roqni hosil qilishda oldin aytilgan fe'lni o'zini ko'chirar ekanmiz. Yordamchi fe'l bo'lsa yordamchi fe'lni, modal fe'l bo'lsa modal fe'lni va almoshni ham oldingi gapdan olib ko'chirarmiz. Masalan, he was your friend, u sening do'sting edi. Shunday emas edimi desam, wasn't he bo'lishli gapga inkorli so'roq. Yoki he wasn't your friend, sening do'sting emas edi. Yo do'sting edimi desam, was he. Chunki was o'zi o'tadi va he olmoshi shaklida keladi. Otlar kelgan bo'lsa dedik, masalan, mana yerda Mike desa, demak unga teng olmoshni o'tkazib he derdik. Agar Linda desa, unga teng olmosh bo'lib she ni o'tkazadi. Juda qiziqarli mavzu. Mashqlar berilgan, bu yerda mashqlarni bajarib, bu mavzu bo'yicha gap